Bunday navbatdagi rinasepta plastika. Burunda qiyshiqlik bor. Demak, burun uchi biroz qo'polroq. Burun uchi pastroqdagi hisobiga tashqi klapan funksiyasi ishdan chiqqan va burun tusi qiyshigan. Septa plastika va rinoplastika bo'ladi. Demak, operatsiya o'z nihoyasiga yetdi. Burun spinkasi to'g'rilandi. Burunni spinkasida juda ham katta qiyshiqlik bor edi. Burun to'sig'i qiyshaygandi va cho'kkandi uchi to'g'rilandi. Burun to'sig'i septoplastika qilingandan keyin mustahkamlash uchun amaliyot bajarildi. Ochiq rinoplastika amalga oshirildi. Burun uchi ko'tarildi, rovniy qilib, tashqi klapan funksiyasi tiklandi. Murskoy rinoplastika juda ham tabiiy. Burun uchi ko'tarilib qolmagan. Murakkab amaliyotlardan bittasi.